qizlar, bu ham Macy'sdagi har xil idishlar. Qaranglar, $10 dan qiladigan. Hozir mana bu $10 ekan qizlar. Ichida mana ikkita bo'ladi. Bitta rozvoy, bitta mana ustidagi rang. Mana bu babochkalikni ko'ramiz. Bular qanaqadir plastmassali idishlar ekan. Tak, bu ham $10 ekan. Endi mana buni ko'ramiz narxini. Bu $5 ekan, qaranglar. Shunaqa narxli. Endi bunisini ko'ramiz narxini. Tak, bu $10 ekan. Endi mana bu kattarog'ini ko'ramiz. Katta ekan bu. Tak, bu ham $10 ekan qizlar. Masalan, mana buni mana ko'rsataman o'zingizlarga. $3 qizlar. Mana bu 299. Krushkalar ham. Krushkalar $5 ekan. Mana buni ko'ramiz. Plastmassa ekan bular hammasi. $5 ekan. Endi buni ko'ramiz. Tak, bu narxi yozilgan. Bu $8 ekan qizlar. Mana bularni qaranglar. Krushka bilan tarelkasi. Tak, $6 ekan qizlar. Tak, buni ko'ramiz. Bu $13 ekan. Bir-biriga match qilib qo'yishgan.